Joning sog' bo'lgin. Mana shunaqa chiroyli, shunaqa to'ndagi, kamiga bo'g'oz bo'lsa, birinchisiga bo'lsa, endi kira chiqarayotganlardan bo'lsa, qidirib yurganlar bormi? Mana akalar olib kelib qo'ydik. Ishqibozlarga sotiladi, xudo xolasa. Zoti anaqa manaqa deb yurimiz, zoti mol. Mol lekin o'ta sifatligi, tog'-boqalari hamma yo'llari kelgan. Assalomu alaykum, A'lo chorvaning hurmatli obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, xudo xolasa akalar, 5 yosh molimizni bugun e'tiborlar uchun obzorlarni qilib, ma'lumotlarni beramiz. Yo'qsa aloqaga chiqib qo'rasizlar. Bitta sigirimiz, 4 ta bo'g'ozimiz bor. Xudo xolasa bitta boshdan boshlayveramiz. O'zim hammasini ma'lumotlarini berib chiqaman. Yo'qsa bemalol aloqaga chiqib qo'rasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati Sharqon tumani O'rta Sharqonda. Bugun hafta kuniga seshanba, 7-iyul oyida turibmiz. Xudo xolasa mana mollar sifatlilar. Bo'lmasam ketdik boshlayveramiz. Xudo xolasa videoda kamchiliklar bo'lsa telefon qilsanglar, xudo xolasa o'zinglar telegramlarga ham tashlab berishingiz mumkin. Assalomu alaykum yana bir marta. Xudo xolasa birinchi molimizdan boshlayveramiz. O'zimizni obunachilar uchun O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beryapmiz. Dastavkalarimiz bor. O'ylanmaysizlar, manzil Andijon viloyati Sharqon tumani O'rta Sharqonda. Xudo xolasa mollar sifatiga o'shim gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu birinchi xunajinimizdan boshlaymiz. 7 oylik bo'g'oz jonivor shotlari ham, taylari ham zo'r, xudo xolasa. Birinchisiga 7 oylik bo'g'oz, ikkinchi kuradi endi chiqaryapti. 2 yashar endi bo'lyapti. Joning sog' bo'lgur. 7 oydan o'tgan bo'g'oz 7 oylikka beramiz. Bular biri 30 dan baland. 30 plyusga olaverasizlar. Aytilgan razmerda sog' salomat yetib boradi. Yeb ichiga, sog'lig'iga bir hafta garantiyalarni beramiz. Molni turuvlarini ko'ryapsizlar. O'shim ayb nuqsoni yo'q. Yavash qaytarib turibdi. Yeb ichlari hamma yo'g'iga javob beramiz akalar. Telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa hammasini kami bor, kelishamiz. Bu molimizga 35 million narx qo'yapmiz. Xudo xolasa ozgina o'tib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib qo'rasizlar. Mollarga sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Jonivor shaqining uchidan dumning uchigacha kelganda o'ta chiroyli jonivor. Bu yoshlarga o'shim gap bo'lishi mumkin emas. Xohlagan tomonlardan sog'asizlar. Joning sog' bo'lgur. Narxiga 35 million kami bor. Bemalol aloqaga chiqib savdosini qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Kamini qilib beramiz. Ikkinchi molimiz. Buni ham 7 oylik bo'g'ozga beramiz. Bo'lar 1.30. Buni ham yoshlari behijolat. Xudo xolasa xohlagan tomonlardan sog'olasizlar. 8 shiralarni chiqargan, ichida bitta tishi bosgan, boshqasi yo'q. Hammasi yosh. Ras oshib kelsa 3-chisiga, bo'lmasam 2-chisiga mollarim hammasi. Mana birinchisiga, bunisi 3-chisiga beraman. 3-chisini tug'adi xudo xolasa. 7 oydan osha bo'g'oz, 7 oylikka garantiya beraman. Molimizni orqa yetlari korobka. Ichida birorta ko'tipas boshqa mol yo'q. Hammasini sifatiga o'zim javob beraman. Sog'lik, salomatligi zo'r, xudo xolasa. Molimizni yoshlari yeb ichiga gap bo'lishi mumkin emas. Hamma yo'q ma'lumotlarni ayting. Narxiga keladigan bo'lsak, buni 32 million so'm ozgina xayri bor. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Xudo xolasa yirik molimiz. Telefon qilaverasizlar. 3-molimiz. Bunisini ham 3-chisiga olaveringlar. Endi 8-kuralarni chiqaryapti. Oqsuda, oq elinlarda 7 oylik bo'g'ozga beraman. 7 oydan kam emas, xudo xolasa. Tishlari endi 8 kuralar chiqaryapti. Bo'ylarini 1.25 ga olaverasizlar. Orqalari pachka. Rosa semirgan jonivor. Bunimizni akalar A'lo chorvaga 27 million 500 ming so'mga qo'yib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib savdosini qilaverasizlar. Dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab mavjud. 3-molimiz, endi 4-molimiz mana. 6 oylik bo'g'oziga garantiya beramiz. 3-chisiga qora malikasidan so'ra ishqibozlarga qora sigir qilaman, qora mol boqaman deganlarga mana. Ishqiboz bo'lsa, o'ta chiroyligidan qora mol. Shoqin uch qoralaridan, tutay oqlaridan mana.
Xudo xohlasa maza qilib yig'ilasa bo'ylari 1.25, bo'ylari 1.25. Bo'g'oziylar 6 oylik, ozgina suti ham bor, bir xamir. Xohlasanglar sog'inglar, xohlasanglar chiqarib olinglar. Mollarimni ichida mana. Buni ham mana ko'tlari, ko'tpas, ko'tpuch boshqa mollar emas. Orqalari korobka, orqa ko'ti baland. Mashinasiga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Bundan tushadigan bo'zak ham normalniy bo'ladi. Boshdan kallalarni olib ko'rsatdi. Xudo xohlasa mol sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Xohlasanglar ikkinchisiga olinglar, xohlasanglar uchinchisiga. 8-chilarni endi chiqaryapti. Hali yosh, kelajagi oldinda. Bitta mol 10-15 ta tug'adi bemalol. Buni ham xudo xohlasa uzoq yashaydigan yaxshi mol, chunki sog'lom, kavush qaytarib turibdi. Narxiga 27 million 500 ming kami bor, plus O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Boshqa kanallarda bunaqa narxga qo'yib bermayapmiz. Bo'lib ham O'zbekiston bo'ylab dastavka yo'q. Dastavka qilib berganimiz yo'q. O'zimiz obunachilarimiz uchun obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shu kanalda O'zbekiston bo'ylab dastavkani qilib beramiz. Pulning narxlarini ham kelishtirilgan narxlarda birinchi bo'lib o'zimiz kanalga chiqarib beramiz mollarni. Oxirgi molimiz sigir. Bolachasi, xudo xohlasa buni ham bitta shu edi, bo'g'oz narxida qo'yib beraman. Bolasi bor. Molimiz 10 litr suti bor. Bolasidan oshgan 8 ta garantiya beraman. 8 litr sutiga garantiya bor. Bu tayini olgan. Sutlar oppoq. Dimlam netganimiz yo'q. Dimlashi chotiga sig'may ketadi. 2 mahalligi suti chotiga sig'may ketadi. Hozir bolasi ham tayida yuribdi, emyapti. Ana yoshlar mana akalar. Xudo xohlasa oldida bo'ri qarab turishi, boshqa qilish shart emas. Bitta yedirib turib, bitta tashlasizlar. Bu sut chiqishlari ham xudo xohlasa 8 litr sutiga, yeb ichiga garantiya beramiz, yuvoshligi garantiya beramiz. Bolasi xunajin. Molni bo'ylari 1.25 ga olaverasizlar. Buni ham orqalari pachka, korobka, xudo xohlasa ko'ti past kalta mol emas. Molimiz mana bu yonidagi ikkinchi bolasi. Hali yosh, xudo xohlasa ko'p tug'ib beradi. Sutlarni ham bitta yaxshilab olib qo'ying. Narxini ham xudo xohlasa arzon kelgan arzon beramiz, unaqa qimmat qo'yib berish yo'q. 30 million so'm kami bor, plus O'zbekiston bo'lib dastavkasi ham bor, xudo xohlasa. Mana mollarimiz xudo xohlasa narxlari zo'r bo'ldi. Bemalol aloqaga chiqib savdolarni qilaverasizlar, xudo xohlasa kelishtirib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yetkazgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar.